Xo'sh, oq qishloqqa nima qilamiz endi? Bu lazeringni qara, shuncha bahaybatligini sen uni qanday qilding? Buni hamma qila oladi, to'g'rimi? Ha, hamma qilolsa kerak. Siz qila olasizmi? Qila olsangiz layk bosib qo'ying. Va buncha chiroyli uycha bo'pti, juda ham shirin ko'rinyapti, chiroylicha. Ha, to'g'ri bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Endi qanday joyga keltiramiz qishloqqa? Hozir. Voy, buni oldimmi? Uzr, men bilmagandim. Otaveraman hozir. Yo'q, buni yesang bo'ladi. Rostdan, hozir rostdan yesam bo'ladimi? Qani yeb ko'raylikchi. Xo'sh, hayajonlanaman. To'xta, nafas rostla olib. Voy, juda ham shirin ekan. Voy, nima qilding? Kompot men senga yeydiganim yo'q-ku. Xo'sh, qishloqi, bu mening uyim edi. Sening ishing nima? Kompot 5 daqiqadan keyin seni ichingdan uy yorib chiqadi. Nimaga voqea aytmading shuni? Oq qishloqqa endi men nima qilaman? 5 daqiqada hech narsaga ulgurmayman. Xotirlama, menda bir reja bor. Voy, qanday rejang bor? Tezroq aytgin. O'sha lazerdan seni kattalashtiraman va uni boshqa akkauntdan kirasan. O'shanda sen ichingdan uyingni olib chiqasan. Voy, juda ham qo'rqinchli eshitilyapti. Mayli. Hop, layk va buni bosib qo'yinglar. Hali hammasi oldinda. Xo'sh, qani bo'lmasam ishni boshlaylik. Juda ham lekin hayajonli, juda ham qo'rqib ketyapman. Tezroq bo'l, iltimos. Men qo'rqib ketyapman. Xotirlanma, hammasi mening nazoratim ostimda. Sen nazoratingga san deb mana shunaqa bo'ldi. Hop, qara, eshit. Hozir boshqa akkauntdan kirasan, faqat seni kattalashtirib olaylik. Hop. Xotirlanma. Mayli. Xo'sh, tezroq bo'l unda, uskunangni to'g'rilaman, blokla olib to'riga turib olaman. Umid qilaman hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, to'g'ri. Qani bo'lsa, men ketdim. Tezroq yugurish kerak bo'ldi. Hammaga salom, meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Qo'rqib salomlasha olmadim, uzr. Layk va buni bosib qo'yinglar. Albatta Zero o'zga. Hop. Tezroq bo'ldingmi? Ha, hozir. Hop, tezroq bor. Endi nima qilamiz? Kerak, aytib-ku, blok avval va to'g'risiga tur. Hop, oddiygina blok olaylik. 1 2 3 4. To'g'risiga turib olishim kerak. Shoshmay tur. O'tmay tur. Hop, kutib turaman. Faqat boshqa akkauntdan kirishni unutma. Hop. Voy, ajalanib ketyapman. Keyin sen uyqung keladi va uxlab qolasan. Mayli. Qani? Voy, men katta bo'lib qoldim qishloqqa. Qara menga. Ha, faqat meni ezvorma. Hop, ezvormayman. Wow, qara meni. Qishloqdan ham katta bo'lib ketdim. Meni uyqum kelyaptimi? Xo'sh, men boshqa akkauntdan kiryapman. Xo'sh, qani tezroq bo'l. Mana oddiygina Steveman. Siz ham Minecraftni boshlaganingizda oddiygina Steve bo'lgansiz-ku, to'g'rimi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qaranglar, bu bolalar meni birinchi dublyaj videoyim. Layk va buni bosib qo'yinglar. Agar kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirsanglar, yana chiqaraman. Unda ketdi. Xo'sh, voy, qishloqdan ham katta bo'lib yotibman-ku. Voy, shu Kompotmi? Xo'sh, oldida qaranglar, men chumoli deyman. Bir tepsa uchib ketaman kosmosga. Xo'sh, uyning shunigimi? Qaranglar kattaligini. Xo'p. Qani ekan? Qishloqi. Sen kimsan? Men uman. Men Kompotman. Ha, meni qo'rqitib yuboribsan. Sen Kompotmisan? Ha, men Kompotman. Qara. Endi nima qilamiz? Qara, hozir senga narsalar beraman. Unga Kompotni ichini yorib, seni
o'zingni chin yorib uyingni olib chiqasan, xo'pmi? Hop. Faqat tezroq bo'l, vaqt kam. Hop, sraz bo'laman. Meni kutib tur. Hech qayerga ketib qolmang. Ketib qolma. Uyg'onib qolsam yomon bo'ladi. Meni ahvolim chatoq bo'ladi. Hop, pastda turaman. Voy do'stlar. Endi tezroq yorishimiz kerak. Juda ham qo'rqib ketyapman. Qaychini olib kiyimimni kesishni boshlaymiz. Uzr kiyim, sen meni eng yaxshi ko'rgan kiyimim eding. Endi iloji yo'q, keyin tikib qo'yamiz bolalar. Juda ham qiyin, qirqish qaycham o'tmayapti bunday qalin narsaga. Hop, ochamiz. Mana mening uyim. Ko'rinyapti devori. Tomi. Hop, men bularni ham ochib qo'ysam, o'zimga qulay bo'ladi. Ela mening uyim. Hozir tekshiramizda uyimizni buzib olamiz bolalar. Xo'sh. Tezroq borish kerak. Uzoqdan ko'rinishini maniakka o'xshayapman-ku, a? Xo'sh, atrofda ham buzib oldik, do'stlarim. Mana bular yechib olaylik va qaytadan qurib qo'yamiz. Xo'sh, mana mening yaxshigina chiroyli uyim. Hop, sunduqdagi narsalar va noutbukimga qarashim kerak. Noutbukim juda ham qimmat turadi, bilsangizlar. Creeper noutbuki $2000 tursa kerak. Noutbukim joyida ekan. Sunduqimdagi narsalar ham joyida ekan. Qani bo'lmasa, buzishni boshlaymiz, bolalar. Men oddiy gapiraman, lekin menga qiyin. Chunki juda ham bitta tugmani bosib o'tirish qiyin. Qo'lim ham og'rib ketdi, pashti sindirib bo'ldim. Qo'llarim og'rib ketdi borku. Menimcha 1,5 soatdan beri sindirib o'tiribman. Tezroq chiqishim kerak. Kompot uyg'onib, voy, qo'lim og'rib ketdi. Qachon bo'laman? Qishloq ham kutib qolgandir. Mayli, iloji boricha tezroq bo'lishga harakat qilyapman. Kirkamni qaranglar, kuchi umuman qolmadi. Tezroq chiqish kerak. Faqat mana bu narvonlarni sindirib olishim kerak. Hozir birinchi qishloqqa men bo'ldim. Qanday yaxshi, unda tezroq kiyimni tikib qo'y. Hop. Qishloqqa yetib oldim, do'stlar. Va men bularni qo'yib olaman. Bolalar, kompot qo'yganicha aytib qo'yay, kimdir shu videoga shu oxirigacha ko'rayotgan bo'lsa, hammalarga rahmat. Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar va kommentariyaga yana shunaqa dublyaj videolar chiqaraymi, aytinglar. Qani bo'lsam, let's go. Hop, men bo'ldim, do'stlar. Qishloqqa men bo'ldim. Qo'limda g'ashini kelmastirdan narvonlarni kesib tashlayman. Xo'sh, men bo'ldim. Men narsalarimni sunduqqa solib qo'yaman, chunki bu akkauntdan boshqa kelmayman. Xayr qishloqqa men 5 minutlarda kelaman. Qani bo'lmasam, xayr qishloqqa. Xayr kapot bo'pti. Hop. Qani bo'lmasam, chiqaychi Minecraftdan. Xo'sh, qiziqib ketyapman. Iltimos. Salom qishloqqa. Qalaysan? O'rningdan turdingmi? Qo'rqib ketibman. Men o'zimni yengil his qilyapman. O'zi shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, men seni qaytib narsalaringdan ishtirok etmayman. O'zing birinchi boshlading-da, gapimga quloq solmading. Bo'pti, men sraz uyimni qurib olaydi. Juda ham shoshilyapman, uyimni juda ham sog'indim. Qani bo'lmasam, bo'pti, ertaga gaplashamiz. Bo'pti, men ketdim. Hop, o'zingni tot qil. Hop, sunduqdan narsalarni olib, uyimni qaytadan qurib olaman. Menga juda ham oson. Chunki men uyimni 600 martami, 700 martami qurganman. Xo'sh, unda men bilan qurtishman, men esa ekronni o'chiraman. Mana nihoyat hamma joy top-toza, hamma narsam bir blokka ham adashganim yo'q. Hop, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men kompot bo'ldim. Meni yangigina videomga ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Hammalarga xayr bolalar.